miqdori shunchalik sinin qilaman, hech o'smayapti. 2 bilan 3 ta muammoyim bor. Ustoz, bo'ldi gaplashurma, darsingni qilgan. Sen nima deysan? Qarang, hozir maylisini yechyapman-da, постоянно 1 bilan 4 normalniy chiqyapti. 2 da 3 ta multiple choice chiqadi, ketdi. 5 ta chiqsa 3 tasini o'tkazib yuboraman. Nima qilsam bo'ladi? 2-3 oydan bir qiynalyapman, hech o'smayapti. Bo'ldi, men seni tushundim. Qara, bu yog'iga endi listening qilayotgan paytingda multiple choice savollari kelganda, sen butun urg'uyini savollarni o'ziga qara. Variantlarni o'qima, chunki itak o'zi pauza bergan paytda o'qib ulgurmaysan, u narsani yaxshi tushunmaysan. Keyin audio boshlangan paytda, mana masalan 11, 12, 13, 14, 10 va 15-savollar bo'ladigan bo'lsa, 11ni eshitib bo'lding. Sen bu payt butun fikr xayolingni audioni o'ziga qilasan, audioni 100% tushunasan. Keyin 12 ga o'tishi boshlangan paytda sразу variant to'rasan. Shunda xudo xolisi yaxshi chiqadi, boshqa bolalar bilan qilmasa natija o'syapti. Senda ham o'sadi inshaalloh. Bo'ldi, qilib ko'raman hozir shunaqa. One eternity later. Bo'larkan, zo'r.